Uchqunaga 3 qahramon postidan bir 6 kilometr aerootga kelasizlar. Shunda aeroot masjidi bir qadam mana shu ko'chani boshida achchiq oshi yoninglarda bemalol borib yuraverasizlar. Shu yerda 08 sotu 3 ta xona mana kottejimiz chiqqan. Xo'p, ichlarida remontlari bor. Hozir ko'rayotgan holatingizda qoladi. Narxi juda arzon narxida. Hozir ko'rib turinglar aytaman. Mashina qo'yishga ham xo'llari bor mana, kichkina bo'lsa ham. Xo'sh, kirganda bitta katta xoll, mana bu yoqda oshxona, hojatxona, mana bu yerda tayyorlab, endi birinchi qavatda asosan yeb ichib o'tiriladigan joy bo'lyapti hozir bu yog'iga. Mana remontlari mana shu holatda, mana bitta katta yo'lga qo'yasizlar, tubli bo'lib ishlaydi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavat, mana bu spalnini ko'rsat, mana bu yoqda bitta spalni. Xo'sh, mana bu yog'imizda mana sanuzili. Mana bu yog'imizda yana bitta spalni. Tepada ikkita xona, bitta sanuzil, pastdagi hol zal bilan 3 xona joy bo'lyapti. Narxi 45.500 bo'lib ketdi. Yana ozgina gaplashadigan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Joylari yaxshi joylar, tamom.